Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Navbatdagi uchrashuvimiz Dida mahallasi o'tkazilishi rejalashtirilgan Agrobank bilan birgalikda 9-aprel 2026-yil bankka tegishli bir murojaatlaringiz, muammolaringiz, savollaringiz, qanaqa masalalar bo'lsa aytsangizlar, qo'ldan kelgancha qonun doirasida yechib berishga, savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Dida mahallasi Agrobankka biriktirilgan, o'zi Agrobankka 19 ta mahalla biriktirilgan. Mahallaga biriktirilgan bankimiz mahsulotlari, kreditlarimiz bor. 17 million so'mgacha beriladigan biznesga ko'mak kreditimiz bor. O'zini band qilgan, ishlamaydigan odamlarga beriladi. Keyin mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. 50 million so'mgacha beriladi. 3-shaxs kafilligi yo bo'lmasa sug'urta asosida beriladi. Tadbirkorlar uchun beriladi. Bu ham ishlamaydigan, o'zini band qilgan shaxslarga beriladi. Keyin yuridik kreditlarimiz bor. Shu mahalla oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida biriktirilgan mahallalarga chiqadi. 312-sonli qaror bo'yicha beriladigan kreditimiz bor. 100 million so'mgacha kafilsiz, garojsiz beriladi. 100 milliondan oshgan qismi 300 milliongacha likvidli mol mulk garovi, avtomashina garovi, noturar joy shunaqa garovlar asosida beriladi. Bankimizda hozirda shu beriladigan kredit mahsulotlari mahalla bo'yicha biriktirilgan kredit mahsulotlari shundan iborat. Savollaringiz, masalalar bo'lsa aytsangizlar javob beramiz. Klassifikatsiya bo'yicha bo'lsa ham kredit masalalari bo'yicha bemalol